Agarda boy bo'lishni istasangiz, aynan kambag'allardek gapirishda, fikrlashda birinchi o'rinda to'xtatishingiz kerak bo'ladi. Agarda menga 10-15 daqiqa vaqt bersangiz, aynan mana shu podkast sizni hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Qanday qilib deysizmi? Aynan mana bu video orqali sizni kambag'al fikrlashdan butunlay boy fikrlash holatiga o'tkazaman. Bu bo'lsa sizda boy obrazingizni yaratishingizga juda ham oson yordam beradi. Undan tashqari bu video juda ham ko'pchilikka foydali bo'lishi uchun kommentariy, ya'ni mana bu videoni kommentariyasiga o'zingizni insightingizni yozishni unutmang, like bosishni unutmang, chunki agarda sizni like bosganingiz, kommentariy yozganingiz juda ham boshqa insonlarda yanada ko'proq boy insonlarda ko'payishiga siz o'zingizni hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Chunki siz kommentariy, like bossangiz, bu video topga chiqishni boshlaydi. Agarda tayyor bo'lsangiz, ekranga yaqinroq kelib o'tirib oling, chunki hozir juda ham qiziqarli bo'ladi. Undan tashqari siz menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agarda siz obuna bo'lsangiz, men har hafta juda ham foydali aynan mana shunaqa turdagi podkastlar, videolar chiqaraman. Sizlar bilan birgalikda o'samiz. Biz sizlar bilan birgalikda boshladik. Bugun men sizlarga aynan boy insonlar hech qachon aytmaydigan 4 ta eng muhim sirni ochib beraman sizga. Aynan boy insonlar o'zi aslida boy bo'lish bu ko'p pullar bo'lishmi yoki fikrlashmi? Albatta fikrlash. Boy insonlar avvaldan tug'ilganidan, onasining qornidan tug'ilganidan boy bo'lib qolmagan. Birinchi o'rinda ular fikrlashini, mindset, ya'ni fikrlashini o'zgartirgan. Undan keyin ularga ko'p pullar kelishni boshlagan. To'g'ri, bizga hech qachon birinchi ko'p pullar keladi, biz boy bo'lamiz, keyin fikrimizni o'zgartirmaymiz. Birinchi o'rinda biz fikrlarimizni o'zgartiramiz, undan keyin bo'lsa biz boyaymiz. Biz boshladik. Juda ham muhim, eng kuchli 4 ta sir. Birinchisi, bu boy inson o'zini, boy inson aytmaydigan gapni har doim kambag'al inson aytadi. Yoki kambag'al inson hech qachon aytmaydigan gapni boy inson aytadi. Ularning farqi fikrlashda birinchi o'rinda boy inson aytadi, что men qanday erishsam bo'ladi. Kambag'al inson bo'lsa, men hech qachon bu narsaga erisha olmayman. Точка. То есть, kambag'al inson men hech qachon bu narsaga erisha olmayman deb o'ziga ustanovkani qo'yadi va hech qachon erisha olmaydi. Ana o'sha uchun ham o'sha inson hargacha kambag'al bo'lib yuribdi. Va balki kambag'al insonlarni bilsangiz agar, kambag'al bo'lib o'lib ham ketishadi bu hayotdan. Nimaga boy insonlar boy? Ular juda ham ko'p ishlaydimi? Ular birinchi o'rinda fikrlashida to'g'ri fikrlaydi, to'g'ri ustanovka qo'yadi. Ya'ni men qanday qilsam, qanday harakat qilsam, aynan shu narsaga erishaman. Men hozir qanday yo'llar orqali bu narsaga erishishim mumkin degan savolni berishadi. Aynan shu uchun ham ularda yo'llar ochiladi, imkoniyatlar ochiladi. Aynan biza har bitta fikrlarimiz, aynan bizani ong ostimizdagi, deylik miyamizdagi har bir fikrlarimiz bu bizani niyatlarimiz va suratgan orzularimiz, ya'ni bizani duolarimiz degan gapni ko'p eshitgansiz, aynan o'sha bizani har bitta gapirayotgan gapimiz bizani hayotimizda, kelajakdagi hayotimizda qanday bo'lishiga olib keladi. Aynan shu uchun ham boy insonlar boy, chunki ular fikrlashlari orqali to'g'ri ustanovka qo'yadi. Sozlamalarini to'g'rilab oladi. Kambag'al inson, bu menga hech qachon, bu men qayerda, bu qayerda, bu menga yo'l bo'lsin bunga. Chuchvarani xom sanabsan, orzuga ayb yo'q degan maqollar bilan lutchi o'sha maqol bilan chekinishadi. Hech qachon o'zlariga ruxsat bera olmaydi bu narsaga. Aynan shu uchun ham ularga Alloh ruxsat bermaydi. Boy inson bo'lsa, men qanday qilsam, qanday harakat qilsam, bu narsaga erishsam bo'ladi. Естественно, xuddi siz deylik, siz qanaqadir ovqat yemoqchisiz yoki qanaqadir mashina olmoqchisiz. Siz turasiz, deylik bitta bozorlikda misol keltirsam, ovqat yemoqchisiz, siz turasiz,
yoki xolodilnikda, shkafda bor masalliqdan foydalanasiz, o'sha ovqatda yeysiz. Agar xolodilningizda yoki shkafingizda umuman hech narsa qolmasligi ham mumkin-ku. Siz turasiz, chiqasiz va tashqaridan borasiz, nimadir olib kelib yeysiz, чтобы nobud bo'lmasligi uchun. Bu bir. Siz aytmaysiz-ku, menga yo'l bo'lsin, menga yo'l bo'lsin. Lutshi shu harakat qilmaganim yaxshi deb tepaga qarab yotmaysiz. Hayot uchun kurashasiz. Aynan boy insonlar bo'lsa, o'sish uchun kurashadi. Deylik, kambag'al insonga shunaqa imkoniyat bor. Misol uchun, deylik, $20,000 mashinani kimdir $3,000 shunchaki sotmoqchi. Kambag'al inson yerda tagidan bo'lsa ham o'sha pulni topib keladi. Chunki bu kambag'al inson kambag'al fikrlasa ham, lekin bu biladi, что bu mashina $20,000 mashina, agarda u o'sha $3,000 da topib kelsa, $20,000 mashinani oladi. Tushunyapsan? U kambag'al insonni fikrlashi boyagi, bu menga yo'l bo'lsin, menga yo'l bo'lsin deydigan inson, hattoki $10 yo'q inson ham o'sha $3,000 da topishga harakat qiladi. Eshitganmisizlar, juda ham ko'pchilik O'zbekistonda qanaqadir boy degan nomi bor edi. Aynan o'sha Ahmad boyga o'sha kambag'al fikrlaydigan insonlar, hamma pullarini olib borib bergan insonlar, ular boy insonlar. Aynan o'sha Ahmad boyga hech qachon pullarini olib borib bermagan. Kambag'al insonlar shunday prosta olib bor pullarini yo'q joydan topib, o'sha pullarni olib borib berishgan. Nimaga bunday bo'lgan? Chunki kambag'al insonlarga nima va'da bergan? Siz olib kelsangiz $1,000, men sizga qilib beraman $10,000. Siz olib kelsangiz $10,000, men sizga qilib beraman $100,000. Tushunyapsizmi? Aynan mana shu fikrlash, bu kambag'al fikrlash. Ya'ni turib, men hozir qanaqa harakat qilsam, men hozir $1,000 $10,000 qilsam bo'ladi, yoki 1 so'mimni 100 so'm qilsam bo'ladi, 100 so'mimni 1000 so'm qilsam bo'ladi degan fikrda o'ylamaganligi bu ularda eng katta fojiasi hisoblanadi. Shuning uchun biz birinchi o'rinda ustanovkani qo'yganimizda, bu menga yo'l bo'lsin, gapirsa ham boydi balasi gapirsin yoki orzuga ayb yo'q degan ustanovkalarni umuman olib tashlab, boy mishleniya, boy fikrlashda joylashtirishingiz kerak. Men qanday harakat qilsam, aynan yanada yaxshiroq qilishim mumkin. Men qanaqa harakat qilsam, bu narsaga erishishim mumkin degan fikrlashda birinchi o'ringa o'zingizga ustanovka qilib joylashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi eng katta boylarning sekreti va kambag'al bo'lish sekreti. Kambag'al o'ziga aytadi, bu ishni qilib ko'rganim, bu eng katta xavfli. Lutshi xavfli narsani qilib ko'rganimdan ko'ra, katta risk qilganimdan ko'ra, lutshi jimgina o'tirganim yaxshi. Och qornim, tinch qulog'im. Boy insonni boy bo'lish ikkinchi eng katta siri bu, boy inson o'ziga savol beradi. Men hozir bu ishni qilib ko'rganim yaxshimi yoki prosta qilib ko'rmaganimmi? To есть men bu ishni qilib ko'rsam nima foyda olaman? Qilib ko'rmasam nima foyda olaman? Okey, men deylik, xato qilib qo'yishim mumkin yoki o'xshamay qolishim mumkin. No, berda agarda o'xshab qolsa nima bo'ladi? Agar men o'xshab qolsa, agar menda yanada zo'rroq bo'lishimga xizmat qilsa-chi? Aynan o'sha uchun ham boy insonlar boy va kambag'al insonlar до сих por kambag'al bo'lib yurishibdi. Chunki kambag'al odam o'tiradi, men hozir buni qilib ko'rsam, shuncha pulim ketadi, keyin men nima qilaman? To есть bu yerda boy insonlar o'zlarini, vaqtlarini juda ham kuchli qadrlashadi. Kambag'al inson bo'lsa, o'zini pulini juda ham qadrlaydi. Kambag'al inson ketgan puli uchun juda ham katta afsusda bo'lib, bir marta ham harakat qilib ko'rmasdan, lutshi shu pulimni tejab qo'yganim yaxshi. Lutshi shu pulimni yaxshisi, shu pulimni bir qanaqadir bir yomon kun bo'lishi mumkin. Nafsiga so'chi har ehtimolga qarshi olib qo'yganim yaxshi deb o'sha pulini quchoqlab o'tirishni yaxshi ko'radi. Undan ko'ra, agar xataba deylik kambag'al inson $100 xataba o'ziga investitsiya kiritib boshlab, harakat qilib,
o'zini sinab ko'ribda o'sishi uchun хотя бы $100 foydalanib, boy insonlar ham shu bir qo'llaridan kelayotgan $100-200 bilan boshlashgan har bitta boy inson. O'zlaridan o'zlari yana boya aytgandek, onalarining qornidan boy bo'lib tug'ilishmagan. Da, to'g'ri, onasining qornidan boy bo'lib tug'ilgan insonlar bor, lekin dunyo bo'yicha necha milliard inson ichida sanoqligina va ular ham ota-onasining boyligini sovurish bilan bora. No, bu yerda unaqa boylar haqida gap ketayotgani yo'q. Bu yerda haqiqatdan ham noldan o'sgan boylar haqida gap ketyapti. E'tibor qarating. Boy inson o'zini vaqtini juda ham qadrlaydi. Kambag'al inson vobshe vaqtini qadrlamaydi. Boya aytgandek, o'zini pulini juda ham qadrlaydi. Aynan o'sha uchun ham yana aytaman, ular kambag'al. $100 da o'zlariga investitsiya kiritib, shuni qilib ko'ray, bir попробовать-da, urinib ko'ray. O'zlariga urinib ko'rishgan taqdirda ham o'xshasa ularda yutug'i. Agarda noboda o'xshamay qolsa, ular olib chiqib ketadigan narsasi bu ularni natijasi birinchi o'rinda. Bu eng zo'r variant, который haqiqatan ham ular pulini bekordan bekorga sarflashmadi-da, investitsiya kiritishmadi. Ikkinchi variant bo'lsa tajriba. Eng katta tajriba va ular tajriba olib chiqib ketishadi. Boy insonlar aynan o'sha narsani juda ham qadrlashadi. Kambag'al insonlar aynan o'sha pulni lучше investitsiya kiritganimdan ko'ra, shu ishni qilib ko'rganimdan ko'ra lучше tinchgina o'tirganim yaxshi deydi. Boy insonlar bo'lsa, men hozir bu ishni qilib ko'rsam, investitsiya qilib ko'rsam, o'xshasa super. Men great job qilgan bo'laman. Agar o'xshamasa, men tajriba olaman va vaqtim tejaladi. Men butun umr mana shu ishni qilib ko'rmadim, попробовать qilib ko'rmadim, urinib ko'rmadim degandan ko'ra, men vaqtimni tejayman va afsuslanmasdan men yanada boy versiyamni yaratishda davom etaman. Ya'ni bir marta o'xshamadi, ikki marta o'xshamadi, uchinchisida o'xshaydi yoki birinchisida o'xshaydi, ikkinchisida o'xshamaydi, uchinchisida o'xshaydi. Aynan mana shunaqa narsani juda ham yaxshi bilishadi va ular doim boshqa odamlarning tajribalarini, vaqtlarini, energiyalarini, umrlarini sotib olishadi boy insonlar. Kambag'al insonlar bo'lsa, o'zlarining pullarini, o'sha ozginagina pullarini shunday solib sandiqlariga yoki koshelyoklarini ichiga mana shunday qilib quchoqlab yurishadi va o'sha pul qachondir baribir qanaqadir yomon voqealar bo'lishi mumkin yoki kasal bo'lib qolishi mumkin yoki nimadir bo'lib qolishi mumkin, prosta oqib ketadi pullari. Aynan shu uchun ham ular kambag'al, boy insonlar bo'lsa, haligacha boy, yanada, ya'ni millionerdan billionerga, billionerdan trillionerga o'tib ketishaveradi. Hozir men angliskiy variantini aytdim. Uchinchi eng katta boylarning sekreti, boy bo'lishini sekreti, kambag'allarning kambag'al bo'lish sekreti. Kambag'al odamlar shu kunimiz o'tib turibdi-ku, kunimizni kechiryapmiz-ku, o'lganimiz yo'q-ku da. Boriga shu qanoat qilamiz. Ya'ni kambag'al insonlar sabr bilan harakatsizlikda juda ham bir-biriga o'xshatib qo'yishadi. Farqlay olishmaydi. Ya'ni sabr qilish bu harakat qilish va natijasiga sabr qilish. Bor erishgan imkoniyatlariga, yutuqlariga minnatdor bo'lish bu haqiqatan ham sabr va minnatdorchilik. Lekin kambag'al insonlar sabr qilish va minnatdorchilikda harakat qilmasak ham, shu hozir biza yanada yaxshirog'ini harakat qilmasak ham, shu boriga qanoat qilaylik, sabr qilaylik, bizga sabr qilish aytilgan-ku deb o'zlari uspokayivать qilishadi va haligacha kambag'al bo'lishda davom etishyapti. Lekin boylar qanaqa yo'lni tanlashadi? Boylar, hozir men qanaqa harakat qilsam yanada zo'rroq bo'laman. Men hozir qanaqa harakat qilsam yanada foydaliroq bo'lishim mumkin butun borliqqa. Men hozir yanada qanaqa harakat qilsam yanada zo'rrog'ini qanday yaratishim mumkin? Men yaratuvchini bo'lagiman.
man yanada zo'rroq narsalar yaratishim mumkin degan fikr bilan yashashadi. Ular har doim o'zlarini erishgan yutuqlariga minnatdor bo'ladi. Harakat qilishadi va natijasiga tez natijaga oshiqmaydi. Protsesga, ya'ni jarayonni judayam xush ko'rishadi, jarayonni judayam mazza qilib o'tkazishadi, boshlaridan kechirishadi, natijaga e'tiborlarini, fokuslarini qaratmaydi. Aynan mana bu imkoniyatlarga minnatdor bo'lib, natijaga sabr qilishadi va erishgan yutuqlarga va imkoniyatlardan albatta har doim judayam boshlari osmonda bo'lib, Allohga minnatdorchiliklarini bildirishadi. Lekin bu narsani butun ommaga jar solishmaydi, ko'rsatishmaydi. Aynan o'zlarini katta minnatdorchiliklarini jimgina Alloh bilan o'zlarini o'rtalarida o'tkazishadi. Ularda ham hayotlarida qiyinchiliklar bo'ladi, boylarni ham. Hayotlariga o'xshamaydi, muammolari bo'ladi. Kambag'al insonlar, boy insonlarda umuman muammosi yo'q deb o'ylaydi. Lekin boy insonlar bilan kambag'al insonlarda mana shu yerda yana bitta farqi, boy insonlarda ham muammo bo'ladi, lekin boy insonlar muammo ko'z bilan qarashmaydi. Ular bu narsaga dars, bundan man qanaqa dars olsam bo'ladi? Bundan man qanaqa hozir xulosa olsam bo'ladi? Qanaqa qilib insight olsam-u, aynan shu narsani man kelajakda qaytarmasligim uchun degan fikrda yashashadi. Kambag'al insonlarga muammo kelsa, muammo kelib bizga har doim muammo va hayotdan doimiy ravishda nolishadi. E'tibor bering, atrofingizdagi insonlar agar hayotdan doimiy ravishda nolayotgan bo'lsa, lutchi unaqa insonlardan uzoqroq yuring, chunki unaqa insonlar sizni yanada kambag'al bo'lishingizga juda katta o'zlarining hissalarini qo'shishadi. Eng oxirgisi, eng to'rtinchisi aynan boy insonlarda zo'r boy bo'lishlariga, kambag'al insonlarda yanada kambag'al bo'lishlariga xizmat qilayotgan eng katta oxirgi to'rtinchi sir bu. Kambag'al inson o'zidan zo'rga qaraydi. Bu qandaydir erishganda bu. Shu hozir mana bu mashinasini o'zi olmagan, shu bir o'ynoshi olib bergan-o. Shu qayerdandir olyapti. Bu hozir mashinasini o'zi olmagan, bu kimnidir qo'pardi. Kimnidir tagiga suv quydi. Kimnidir pulini qaqshatib topyapti bu. Bu halol yo'l bilan topmayapti. Bu qanaqadir bir yo'llari bor buni deb fikrlashadi. Bu juda ham katta hasad. Boy insonlar o'zlariga savol berishadi. Man qanday qilib aynan shu versiyaga erishsam bo'ladi? Va bir kun man aynan mana shu zo'r versiyamni, yanada zo'r versiyamni. Bizda havasimiz ketadi, yanada bizdan zo'rroq insonlarga, to'g'rimi? O'zimizdan zo'rroq insonlarni ko'rganimizda, ya'ni boy insonlar o'zidan zo'rroq insonni ko'rganda, men bir kun aynan mana shu versiyamni, o'zimni versiyamni yarataman. Endi aynan mana shu narsaga erishish uchun harakat qilaman deb o'ziga motivatsiya oladi hayotdan. Kambag'al insonlar hasad qilishda davom etishaveradi. Hasad bu eng past vibratsiya, который shaytoniy hislatlar. Shaytoniy tuyg'ularda, shaytoniy his-tuyg'ular bular, shaytoniy fikrlash bu, hasad, birovlarni ustidan bilmasdan turib tuhmat qilinyapti-da. E'tibor bering, hasadda juda ham past vibratsiya bor. Boy insonni fikrlashda men bir kun aynan mana shu narsaga erishaman. Bu harakat qilishga undaydi. Aynan o'sha insonni o'ziga savol berishga undaydi. E'tibor bering yana birinchisiga. Aynan men qanday hozir mana shu narsaga erishsam bo'ladi? Aynan mana bu mashinani, aynan mana bu jipni hozir men qanday olsam bo'ladi? Qanday harakatlar qilsam bo'ladi? Yana qanday harakat qilsam, men yanada zo'rroq versiyam yaratsam bo'ladi? Qanday qilsam, men aynan mana bu villani olarsam bo'ladi? Yana qanaqa harakatlar qilsam, nimalar yaratsam bo'ladi? Men yaratuvchini bo'lagiman. Men har doim butun borliqqa foydali bo'lishim kerak va shu bilan birgalikda o'sishim kerak degan fikrda yashashadi. Aynan ular shu uchun ham boy insonlar, kambag'al insonlar. Kambag'al insonlar past vibratsiyada yashashadi, boy insonlar baland vibratsiya, ya'ni ilohiy vibratsiyada yashashadi.
shukurlik, ya'ni minnatdorchilik, bor imkoniyatlarga minnatdorchilik bo'lish, undan tashqari o'xshamagan narsalarga sabrli bo'lish va harakatni davom ettirish va yanada zo'rroq versiyasini yaratishga urinish, yaratishda har doim bularni hammasi ilohiy energiyalar. O'xshamaslik, sabr qilish kerak. Bizga sabr aytilgan va hech qanaqa harakat qilmasdan boy insonlarda, bular boyda, og'zi qiyshiq bo'lsa ham, og'zi yirtiq bo'lsa ham boyda balasi gapirsin va itagdali shunga o'xshash narsalarda doim kambag'allar gapiradi va bular past vibratsiya. Agarda siz hayotingizda boy versiyangizni yaratmoqchi bo'lsangiz, albatta boy insonlardek fikrlashni boshlashingiz kerak bo'ladi. Boylik bu aslida bu bizani ko'rib turganingizdek, bu bizani pullarimiz emas, birinchi o'rinda bu bizani fikrlashimiz, bu bizani minnatdorchiligimiz, bu bizani sabrimiz va harakatlarimiz, bu bizani sog'lom tanamiz, sog'lom chiroyli yuzimiz va hayotdagi qiziqishlarimiz, bizani maqsadlarimiz, bu bizani boyligimiz. Ya'ni biza qachonki biza fikrlashimizni o'zgartiramiz, hattoki bizani fikrlashimizni o'zgartirganimizda DNKmiz o'zgaradi. DNKmiz o'zgarganda butun bizani tashqi ko'rinishimiz ham o'zgarishni boshlaydi. Chunki boylarda tashqi ko'rinishi bilasiz boshqacha bo'ladi. Ular oddiy, deylik, oddiyroq, kamtarroq kiyinsa ham ularda aynan boyligi bilinib turadi. Boy insonlar taqinchoqlar, hammani o'ziga jalb qiluvchi narsalarda juda ham yo'qtirishmaydi. Ular har doim skromniy, stilniy, klassический variantni tanlashadi. Ana shu uchun ham siz boylar, to есть boy bo'lish bu faqatgina ko'p pullar desangiz, adashasiz. Boy bo'lish bu birinchi o'rinda fikrlash. Agarda siz birinchi o'rinda fikrlashingizni o'zgartirsangiz, o'shandagina siz boy versiyangizni yarata olasiz. Sizga ko'p pullar kelishni boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, boy insonlarning eng katta siri bu ularni fikrlashi. Boy insonlar ular boyligi, ularning pul ko'pligida emas farqi kambag'al insonlardan. Ularni fikrlashi bu eng katta ularning boyligi. Tushunyapsan? To есть, agarda siz bu videoni mana shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz o'zingizni boy versiyangizni yaratmoqchisiz. Siz bilingki, что kambag'al fikrlashdagi inson, kambag'al fikrlaydigan inson aynan bu videoni mana shu minutigacha kelmagan bo'lardi, ishonavering. Aynan shu uchun ham men hozir Ramazon sharofati bilan aynan har bitta inson o'zini boy versiyasini yaratish uchun mening boy versiyam kursiga qabul ochganman. Hozir qabul ketyapti. Sizda imkoniyat bor. Siz ham o'zingizda fikrlashingizni o'zgartirish orqali boy versiyangizni yaratishingiz mumkin. Boy versiya bu aslida bu nima? Boy versiya, yana aytaman. To есть boy versiyangiz ko'pchilik o'ylaydi, ko'pchilik kambag'al fikrlaydigan insonlar o'ylaydi-ku, что boy versiya bu pullarni ko'paytirish. Boy versiya bu sizni orzu qilayotgan holatingiz, orzungizdagi hayotingiz, bu sizni boy versiyangiz. Aynan deylik, boy versiya bu deylik sizni eringiz bilan munosabatlaringiz yaxshi emasligi, bu sizni kambag'allik versiyangiz. Sizni boy versiyangiz, aynan siz qanaqa holi xohlaysiz, qanaqa munosabat xohlaysiz yoki deylik siz juda ham semizsiz, vazninizda juda ham ko'p. Siz hech qachon ozolmayapsiz. Aynan bu sizni kambag'al versiyangiz. Nima uchun kambag'allar ko'proq semiz bo'lishadi? Boy insonlar o'zining qomati ustida qayg'urishadi. Nimaga? Chunki kambag'al insonlar emotsiyani ovqatdan olishni istashadi. Tushunyapsizmi? Boy insonlar emotsiyani qanday harakat qilsam, men yanada ko'proq, zo'rroq bo'laman degan narsaga ketkazishadi. Ya'ni harakatlaridan emotsiya olishadi. Aynan siz boy versiyangiz sizni eng chiroyli qomatdagi holatingiz yoki deylik pulsizlik, ishsizlik, umuman sizda normalniy siz xohlagan kasbingiz yo'q yoki siz kasal bo'lishingiz mumkin, mazangiz bo'lmasligi mumkin. Juda uzoq vaqtdan beri siz davolanasiz, juda ham ko'p dorilar ichasiz, hech qachon tuzalmayapsiz yoki tuzalyapsiz vaqtinchalik, balki bu sizni fikrlashingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Даже hattoki shifokorlar ham aytadi, agarda bemor xohlasa, bemor
mana bu yerdan xohlasa tuzalishda o'shandagina tuzaladi deb aytishadi. Aynan mana shu uchun ham mening boy versiyam kursi siz orzu qilgan hayotga olib boruvchi kurs hisoblanadi. U yerdagi ilmlar, u yerdagi meditatsiyalar aynan siz orzu qilgan hayotga olib boruvchi yo'l hisoblanadi. Aynan mening boy versiyam 4-patok faqatgina Ramazon oyida boshlanadi. Agarda siz hozir sizga eng katta imkoniyat bor, shtobi siz o'zingizni joyingizda band qilishingiz mumkin. Mening boy versiyam nimasi bilan, ya'ni mani kurslarim boshqa kurslardan nimasi bilan farq qiladi? Birinchi o'rinda mani kurslarimda juda ham kuchli avtorskiy meditatsiyalar bor. Sizga eng kuchli meditatsiyalar beriladi. Ikkinchisi, sizga eng kuchli ekspert darajasidagi kuratorlar beriladi. Aynan o'sha kuratorlar sizni juda ham qattiq nazorat qiladi. Hattoki siz dunyodagi eng erinchoq dangasa inson bo'lsangiz ham, baribir kuratorni nazoratini to'g'ri joy-joyiga qo'yib qo'yay, shu kurator menga urishmasin, gapirmasin deb ham darslarda vaqtida bajarasiz. Aynan o'sha uchun ham keyin siz oxiri faktiski dars bajarganingizdan keyin natijaga erishasiz. Siz o'zingizda 21 kun davomida Ramazon munosabati bilan 21 kun davomida siz bilan birgalikda undan tashqari jonli meditatsiya berib boriladi. Jonli meditatsiya har kuni sizga eng zo'r svejiy jonli meditatsiyalarda men o'zim shaxsan olib boraman. Aynan yana bitta mani kursimni juda katta farqi boshqa kurslardan. Boshqa kurslarda 300 talab, 400 talab, 500 talab insonni olishadi. Hech qanaqa nazorat qilinmaydi, vazifa berilyapti, so'ralmaydi ham. Bizda har bitta inson alohida birma-bir familiya ismi bilan har kuni davomat qilinadi. Har kuni darsini tashlanishini kuratorlar o'zi so'rab olishadi, hattoki lichkalarga yozishadi. Aynan mana shu narsa bilan ham farq qiladi, chunki sizni juda ham katta nazorat qilingan joyda, shtobi sizni nazorat qilishlari uchun, sizga vaqtlarini ketkazishlari uchun siz mana shu kursga kelasiz. Bu yerda berilgan ilmlardan tashqari juda katta nazorat hisobiga ham siz konkret natijaga erishasiz. Undan tashqari aynan mana bu reyting tizimi bo'ladi. Misol uchun deylik, siz hattoki kurator nazorat qilganiga quloq solmasangiz ham, даже reyting tizimi sizga juda katta yordam beradi, shtobi siz vazifani bajarishingiz uchun. Chunki reytingda sizda katta yutuqlar qo'yiladi. Ya'ni sovg'alar. Qanaqa bo'ladi? Mani 8 million so'mlik konsultatsiyalarim, keyingi kurslarga katta kurslarga katta chegirmalar, sertifikat beriladi. Juda ham katta sizga motivatsiya beradi, shtobi siz darslarda, vazifalarda vaqtida bajarishingiz uchun. Undan tashqari eng katta yana bitta katta bonuslardan biri Nafisa Family'ga dostуп bo'lasiz. Nafisa Family, который menga o'qigan barcha xotin-qizlar jamoasi, u yerda aynan sizga o'xshagan insonlar natijalarga erishgan va yanada o'zlarini zo'r versiyasini, yanada boy mishleniyada harakatlari bilan yashayotgan insonlar jamoasi biza birgalikda, har doim biza birgalikda, u yerda biza doim fikrlar almashib turamiz. Yopiq Telegram kanalimga. Aynan mana shu yerda sizga dostуп beriladi. Mening boy versiyamga o'qisangiz. Hozir men sizga aynan mana bu opisaniyada, videoning opisaniyasida Google forma qoldiraman. Aynan mana shu Google formani o'tib to'ldirsangiz, u yerga ism, familiyangiz va telefon raqamingizni qoldirasiz. Faqat aytay, telefon raqamingizni aniq qilib qoldiring, chunki sizni joyingizda boshqa inson band qilib qo'yishga juda katta imkoniyat yaratib bergan bo'lasiz. Agar telefon raqamingizni noto'g'ri qilib qoldirsangiz, bo'ldi. Joy sizniki yo'q o'zi. Aynan shu uchun ham siz telefon raqamingizni aniq qoldirishga harakat qiling. Undan tashqari, aynan siz hozir menejerga o'tib 11 raqamini yozsangiz, menejerda ham opisaniyada qoldiraman. Menejerga o'tib 11 raqamini yozsangiz, ya'ni bu videoni promokodi bo'ladi. Menejer tushunadi, что siz aynan mana bu videodan kelayotganligingizni. Sizga hech qayerda yo'q maxsus narxda sizga taqdim qiladi.
joyizda bron qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari men hozir qizlarni o'zini birinchi natijalarini boshlashlari uchun, natijalariga, даже dars boshlanguncha natijalariga erishishlari uchun ham men hozir yopiq kanalda aynan dars bo'lishi kerak bo'lgan, dars boshlanishiga hozir nechidir kun qoldi. Aynan dars boshlangunga qadar men pul meditatsiyasi va o'zini-o'zi qayta dasturlash meditatsiyasini taqdim qilganman, который hech qayerda yo'q meditatsiya. Meni juda ham qimmatbaho meditatsiyalardan biri hisoblanadi. Qizlar уже o'zlarini natijalarini qilishni boshlashgan, hattoki o'sha meditatsiyalar orqali уже bugun, kстати, 14-fevral, men aynan bu videoni 14-fevral kuni olyapman. Ya'ni sevishganlar bayramiga, hattoki iPhone уже 17 Pro Max da qo'llariga kiritishdi. Bu ularning natijalari bo'ldi. Так что aynan siz ham hozir sizga ham shunaqa imkoniyat bor. Yozing menejerga 11 promo kodini qoldiring. Undan tashqari Google formani to'ldirsangiz, sizga menejerlarning o'zi aloqaga chiqishadi va sizni mening boyversam 4-potokida kutib qolaman. Agarda sizda umuman plus bo'lmasa, hattoki 1 so'm ham plus bo'lmasa va siz prosta shunchaki oxirgi Nafisa Narkulova sizga umuman iloji yo'qmi deyotgan bo'lsangiz, iltimos mana bu yerda YouTube kanalimda ikkita eng kuchli meditatsiyani berganman. Qo'rquvga qarshi meditatsiya va ayollik energiyasi meditatsiya. Ular sizga qo'rquvlaringizni polностью yo'q qilishingizga va ayollik energiyangizni ochishingizga va o'zingizda birinchi natijalaringizga erishishingizga juda ham katta yordam beradi. Iltimos o'shalarni bajaring, chunki aynan o'sha meditatsiyalar sizlar uchun yaratilgan, чтобы siz хотя бы bepul meditatsiyani bajarib, o'zingizning natijalaringizga erishib, keyin хотя бы ozroqgina plus bo'lishga yoki o'sha pulni o'zingizga sarflashingizga, o'zingizga investitsiya kiritishingizga, boy fikrlashni kiritishga yordam beradi. O'sha uchun bepul dostupdagi meditatsiyalarni ham bajarishga harakat qiling. Bu juda ham kuchli meditatsiyalar, которые sizning hayotingizda juda ham katta yordam beradi. Qolganlarni bo'lsa, mening boyversam 4-potokida albatta kutib qolaman. Ramazon oyida birgalikda, siz bilan birgalikda har kuni 21 kun meditatsiyalarni bajarib, ilmlarni o'rganib, vibratsiyamizni oshiramiz va boy mishlenyaga, kambag'al mishlenyadan boy mishlenyaga, boy fikrlashga o'tamiz. Bugungi videoni oxirigacha ko'rganligingiz uchun men sizdan minnatdorman. O'zingizning insightlaringizni kommentariyaga yozib keting, like bosishni unutmang. Undan tashqari menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi podkastlarimda sizlar bilan birgalikda ko'rishguncha, sizlarni yaxshi ko'raman. Всем пока-пока.